Sonunda hozir boshqa bloger bo'lganda kamida bir sharlarni portlatib bir bayram qilgan bo'lardi yo bir 25 ta blogerni chaqirib restoranda bir party qilgan bo'ladi, lekin meni bilasizlar, men evil shohman hamma narsani oddiy qilib ko'rsataman. Itakchi 1 million bo'laman, 187 milliardda bo'lamanmi, hamma narsani oddiy holatda kutib olaman ham, qabul ham qilib olaman. Akalar, sizlarga rahmat. Bitta narsani men konkretni bildim, o'zbeklarda haqiqatan ham podдержкасini. Sababi birinchidan mendan ko'ra ko'proq xursand bo'lyapsizlar 1 millionta bo'lganiga. Lichkamni to'ldirib yordinglar. Aka, tabriklayman. To'yim bo'lsa ham unchalik tabriklamasanglar keling, menda shu 1 millionta bo'lganiga. Ikkinchidan, kecha mana 900 paloncha ming tedim, hech narsa qilmadim, videolar qo'ymadim. O'zingizlar podpiska tashab dabit qilyapsizlar, shu tezroq 1 million bo'lsin deb. O'zingizlar shu narsani xohlayapsizlar. Hali podдержка qilmaydi, o'zinikini o'ziga yerga tortadi deydigan gapni yo'qligini mana yerdan men ko'rdim isbotini. Shu haqiqatan ham biznikilar konkretni podдержка qilgisi kelsa yorib tashlaydi ekan, gap yo'q sizlarga. Lekin yana bitta narsa, akalar, men o'sha 1 millionta podpishikka arziydigan odamman deb o'zimni hisoblamayman. Kamtarlik emas bu, bilmayman. Chunki 1 millionta podpishigi bor odamlarni videolarini ko'raman, ular konkretni bir gigant videolar qiladi. U shantaj, montaj, operator va hokazo aqlli gap. Bu hayotda biz Chupapi munyanyo desak, ko'timiz kengayadi degan aqlli gap. O, dadasiz, zo'rsiz deb hamma paxta qo'yadi. Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Hech qanaqa bir tayyorgarlik yo'q. Hayronman men nima uchun 1 million. Bilmayman, qarochi, nima deyishdi? Har bir insonga rahmat deyman. Darchi bosamiz akalar gazini. Xudo xolisa hali ko'p narsalar qilamiz, yaxshiliklar qilamiz. Hali oldinda planlar ko'p. Hali hammalardan foydalanib men soqa qilaman. Sizlarni hali mensimayman, kibrga berilib uzmayman. O'qonda bor narsada bu xohlasam, xohlamasam akalar.